Assalomu alaykum. General Sariyat Fayl xizmatlari. Советский Союз победит! Juda qandaydir lag beryapti. Xullas, bizda 4 o'yinchi Faster pushti rangda SSRda o'ynaydi. Xo'p. Z77 bular ham eng kuchli generalchilarimizdan. Ular o'ng tomonda Sarada o'ynayaptilar. Sardorbek aka S94. Bular general papasi desa ham bo'ladi. Va nihoyat ZHB yashil rangda. Hammasi normalniy kuchli o'yinchilar. Demak, Z77 taktikalari konni egallash va tez hujum. Glavnini sotishlari mumkin. Agar glavnini sotadigan bo'lsalar, shu tez hujum usulida o'ynaydilar. Bu yerda ham S94 sotdilar. Demak, bular ham hujum ham himoya uslubini tanlayaptilar. ZXB bular himoyaviy o'yinda o'ynamoqchilar, chunki ikkita odam baza, ya'ni kazarma. Odatda bunkerga tezroq odam solish uchun ikkita qo'yiladi. Demak, zaryadka muammo bo'lgan ekan. Kompyuter quvvat ko'tara olmay, kompyuter sekin ishlayapti ekan. Demak, masala tushunarli. Endi xudo xolasa qotmaydigan umiddamiz. Demak, Sardor aka tanki bazalari bitta. Bular tez hujum va mana bu yerga bitta bunker qurarlar. Va shunda ham himoya usuli bo'ladi. Konga birinchi bo'lib Z77 keldilar. Xo'p, ko'ramiz, egallay olarmikinlar. Faster bu tez hujum uslubida o'ynayapti. Yaxshi. Zixi bular mana aytganimdek himoyaga qaratyaptilar, ham konni egallash pozitsiyonni o'ynayaptilar. Konni egallashga yo'l qo'yilmaydi menimcha, albatta. Bular konni yo'q, bular ulguribdilar. Zo'rin aka Z77 ulgurdilar. Endi ikkinchi va kech bo'lgan bu yerda egallangan. Keyingi konni ham egallashga berilmadi. Dozer mana aytganimdek, mana buni yaxshi tomoni hamma tomondan kelgan hujumni orqasidan turib qaytarsa bo'ladi. Bitta ikki tanki bunga poddeshka qilib o'ynasa, polностью obrona qilib beradi. Endi hujum boshlandi. Qanday o'ynar ekanlar? Konni bazani tozalash. Tushunarli. Konni yo'da egallangan. S94 ular hali egallanmay, ikkinchisiga jo'natyaptilar. Chunki birinchisi otildi. Keyingisi bu nima? Bu yo'q bo'lib ketmasligi uchun baza.
shuni harakat qilar, energiya qolib ketibdi. Buni ham o'tkazib ketsalar ayni muddao bo'ladi. Ha, albatta. Hop, nima qiladilar? Hali otmadilar. Negadir endi uxlab qoldilar deb o'ylayman. Yaxshi. Keldilar, konni egallagan. Agar bu bilib qolsa, bu egallatgani qo'ymaydi, lekin xabarlari bo'ldi. Xo'p, yaxshi. Ikkinchisiga ham o'sha berilmaslik mumkin. Yo'q, ko'rmayapti, uxlab qoldi pastda bu yerda. Ulgura olmasa kerak. Ana aytdim. Ulgura olmaydi. Yaxshi, o'tib ketdi. Ha, bular o'sha mana ikkinchi traktorlari o'sha himoyada. Polностью обороны bo'lyapti. Xo'sh, Faster bu yoqqa ko'chdi. Sherning ichiga. Konni buzib dushmanlarga, ya'ni raqiblarga nasib etyapti bu yerga. Pulni bermaslik. Buni o'ta noto'g'ri bo'ldi. Buni ochiq oydan tankni oldidan otib bo'lmaydi. Hech qachon. Mana bu yerga zashta qurib qo'yilsa, kelgan tanki bu ikkita bazani yo'q qila olmaydi. Xo'p, keyingi hujum. Hujummi nima bu? Ha, bu tank zo'r qutulib topdi, paraxod. Ha, bu o'zi himoyani boshlashdi, obronani. Nimagadir mana bu yerda ekan. Oh. Bu yerda tank tutib olindi. Xo'sh, mana himoyaga o'tyaptilar. Mana bu yerga baza doim qurish kerak. Qurmasa tamom, kelgan hujum bu yerni yig'ishtirib ketadi. Gap yo'q. Z77. Bu yerda traktor bor ekan, nimaga bu qurishni boshlamayapti? Pul baza qursa bo'lardi. Pul yetmay ekan. Pul muammo. Bu yerda kiyikka, karralilik hisobiga, ya'ni lichka deymiz. Lichkasi baralik hisobiga bu yerda yutib ketdi. Bu konni egallash kerak degan ma'noda tashaldi. O'sha mana havo hujum boshlanibdi. Qayerga? Yaxshi. Pul bor. Endi nima kutyapti Faster? Qurmaydi bu yerga baza. Ha, bu yerga qurmoqchi. Tushunarli. Himoya maqsadida qurilyapti. Ha, mana bu yerda mana shunday qilish kerak edi. Hujumga hujum boshlandi. Zenitkani qurib turgan buldozer yakson qilindi. Bu yerda paraxod orqali tashilyapti. Transport yaxshi. Bu yerga qurmaydimi? Hop, pullar nisbati. S94 top 2000 so'm. Z77 ham 2000 so'm. ZXB'diki 1500 so'm. Fasterda esa asosiy buzilib ketganlik hisobiga aktiv o'tash yo'q. Shuning uchun puldan ancha orqada. Bu nima qilyapti? Bu yerda hujum o'tmoqchi. Yaxshi, o'ta vaqtida ketdi. Faster bilmayapti. Agar bu yerda himoya bo'lsa, tozalashga boshlandi. Yaxshi. Bu yerda zo'r harakat qilyapti. Yaxshi. Qanchalik miqdorda oborani yorib o'tildi. Mashq tushirmaslik kerak-da. Necha marta aytamiz, tushirib bo'lmaydi. Umuman kuchi yetmaydi. Bunkerda turgan narxi tushirib olishga bo'lmaydi. Bu yoqdagini ham tushirib kelmoqda. Bu yoqda ham hamma yoq ustiga. Qani buni himoyasi?
maqsad faster, ya'ni u yo'l hujumni kesish. Oxirgi bazani buzib tashalsa yo'qoladi. Bu yoqqa o'tish o'rniga mana bu haqiqiy zo'r ishlayapti. Bu yoqda bazasi bor ekan. Ikkita baza bor ekan. Nimaga chiqib ketdi? To'g'ri. Bu yerda hech qanaqa himoyasi qolmaydi. ZXB'ni. Tozalash ishlari oxirigacha yetib bormadi. Attang, nay. Hujum to'xtatildi. Bu nima otmayapti? Ko'rmayaptimi? Ko'rmayapti. Bu uxlab qolibdilar. ZXP. Nimaga bu ketmayapti? Tushunmadim. O'yin tushunarli. Mana bu yerda haqiqiy bug bo'ldi. Bu yerda haqiqatda bug. Chunki mana bu sheriklar sotib yuborganlik hisobiga o'yin tashlab yubordi. Tashlab olishiga sabab mana yerda setda sinxronizatsiya deydi. Shuni muammosi bo'ldi-da. Hozir bir kishi ketgan hisobiga set otib yubordi. Endi bu yerda nima deb o'ylaysizlar? Kim kuchli? Narsa o'zinglardan. Mana bu yerda tank bor, ikkita. Qo'shimcha hozir havo, pul katta. Mana 16,000 pul bor. Endi bularni 2 ga 1 qo'ygan. Xotirjam bu yerda yutsa bo'lar edi. Lekin o'yin oxirigacha yetib bormadi. 11,000. Lekin imkoniyat bu tomondan ancha kuchliroq. Pul baza. Shu o'yin murosasiz qoldi, lekin xullas o'zingizdan kim yutar edi?